Assalomu alaykum. Viloyatimiz hayotiga oid bo'lgan xabar va voqealar tafsiloti bilan tanishing. Efirda Qashqadaryo axborot informatsion dasturi. Xabaringiz bor, okean ortida bo'lib o'tayotgan futbol bo'yicha jahon chempionatida tarixda ilk bor O'zbekiston milliy terma jamoasi ham ishtirok etyapti. Bugun O'zbekiston milliy terma jamoasi a'zolari tahsil olgan ta'lim muassasalari jamoalari ham shogirdlarining ana shunday yutuqlaridan mamnun bo'lishyapti. Mavzuni muxbirimiz Navro'zshoh Xudoyqulzoda davom ettiradi. Qarshi Olimpiya va Paralimpiya sport turlariga tayyorlash markazi bu sport ta'lim muassasasida bugun terma jamoamiz a'zolaridan 2 nafar Umar Eshmurodov hamda Abduvohid Ne'matov tahsil olgan. Ta'lim maskanida faoliyat yuritayotgan pedagoglar, murabbiylardan tortib tarbiyachilargacha qalbi faxr va iftixorga to'lgan. Ular o'z shogirdlari jahon chempionatida ilk marotaba O'zbekiston terma jamoasi ishtirok etayotganidan, jamoa a'zolari orasida markazning sobiq o'quvchilari borligidan xursand. Bu O'zbekiston tarixida birinchi marta bo'layotgan natija, ya'ni jahon chempionatida xalqimiz orzu qilar edi bir paytlar O'zbekiston milliy terma jamoasi jahon chempionatida ishtirok etishini. Mana bugun o'sha kunlarga ham keldik. Sportchilarimizga yaratib berilayotgan sharoitlar, imkoniyat, ularga e'tibor natijasi deb o'ylayman. Sportchilarimizni kuzatish jarayonida, jahon chempionatini kuzatish jarayonida prezidentimizni shaxsan o'zlari ishtirok etib, sportchilarimizga dalda berdilar. Milliy terma jamoamiz mundialga yo'llanmani qo'lga kiritganlarida shu ko'zlarimga uyqu kelmadi. Sizlar juda ham xursand bo'ldim. Bu katta bayram sifatida nishonladim deganlari ham butun xalqimizga, butun o'sha shug'ullanayotgan sportchilarimizga, shu sport bilan shug'ullanayotgan sportchilarimizga juda ham katta bir nima deydi, motivatsiya bo'ldi, ularga bir ruhan katta dalda bo'ldi deb o'ylayman. Markazimizda shu bugungacha ko'plab jahon, Osiyo chempionlari, Olimpiya o'yinlari ishtirokchilari yetishib chiqqan. Shular qatorida mana hozir Amerika Qo'shma Shtatlarida bo'lib o'tayotgan futbol bo'yicha jahon chempionatida markazimizni tamomlagan sportchilarimizdan 2 nafar ishtirok etyapti. Bu uchun albatta bu narsa biz uchun juda ham quvonarli. Abduvohid Ne'matov, Umar Eshmurodov ishtirok etyapti. Abduvohid Ne'matov hamda Umar Eshmurodovlar markazimizni o'qib tamomlagan sportchilar. Milliy terma jamoamiz Xudo xolasa o'sha jahon chempionatida munosib o'rinlarni olib keladi degan umiddamiz. Sportchilarimiz biz doimiy shu qo'llab-quvvatlab turamiz. Sportchilarimizga omad tilaymiz. Umar Eshmurodov, Abduvohid Ne'matovlarning futbol sohasidagi yutuq va muvaffaqiyatlarga erishishida markaz futbol murabbiylarining hissasi bor. Ular o'quvchilik yillaridayoq futbol maydonlarida ajoyib harakatlari bilan ajralib turgan, jamoasining g'alabalariga munosib hissa qo'shgan. Avvalambor tarixda birinchi marta O'zbekiston terma jamoamiz jahon chempionatiga chiqdi. Biz bundan xursandmiz. Biz bu kunni ancha kutdik, 34 yil deganini kutdik. Umar Eshmurodov, Abduvohid Ne'matov markazimiz o'quvchilari shu terma jamoani sharaf himoya qilishdan biz xursandmiz. Biz ulardan juda katta umiddamiz. Abduvohid Ne'matov shogirdimiz, markazimizda chempionatlarda qatnashgan, faxrli o'rinlarni olgan. Shu jumladan Umar Eshmurodov shu markazda bitirgandan keyin ham 2 yil, 3 yil shu markazimizda o'ynab, Nasaf klubida sardor, yetakchi o'yinchilardan biri. Futbol murabbiyi sifatida O'zbekiston terma jamoamizga omad tilayman. Umid qilib turibmiz, terma jamoamizda ham. Xudo xolasa guruhdan 2-o'rinni bilan chiqadi deb turibmiz. Shuningdek, ushbu futbolchilar fan sirlarini o'rganish, tartib intizom borasida ham barchaga o'rnak bo'lgan. Bu haqda ko'p yillardan buyon ushbu ta'lim muassasasida faoliyat yuritib kelayotgan tajribali pedagoglardan birining fikri bilan qiziqdik. Abduvohid Ne'matov va Umar Eshmurodovlar bizni o'quvchilarimiz edi. Aynan mana shu partalarda, mana shu kollejimizda o'qib ketishgan. Har tomonlama tartibli, intizomli o'quvchilar edi. Bugun ana shu o'quvchilarimiz bilan biz faxrlanamiz. Umar ham, Abduvohid ham bilimga chanqoq edi. Ularni mana shu partalarda dars berganimizda doim boshqalarga o'rnak bo'lardi. Hozir javobligi bilan, tartib intizomligi bilan, juda ham tirishqoqligi bilan boshqalarga o'rnak bo'lardi. Bugun millionlab yurtdoshlarimiz milliy terma jamoamizni qo'llab-quvvatlamoqda. Fabio Cannavaro boshchiligidagi yigitlarimiz o'zbek futbol muxlislarining ishonchini oqlashga, yorqin o'yinlar namoyish etishiga ishonamiz.